Endi mirasxo'rlar desa, erlardan 15, ayollardan 10. Bular marosim ko'rsatilgandek ijmo qilingan holatda. Bular ya'ni mayli asaba bo'lsin yoki farzandlari bo'lsin, miros oladigan mirosxo'rlar degan gap. O'g'lining o'g'li erlardan, dadasining dadasi, ax shaqiq, ibn ax shaqiq, axli ab, ibn axli ab, axli qaranglar. İbn axli ab deganga mahma nazar dedi. Yani ibn axli ab bo'lsin bo'ladi. Navrisining bolasi bo'lsin bo'ldi. Axli ab, ax shaqiq degani dadasi onasi bir qarindosh degan gap. Axli ab degani onasi boshqa dadasi bir degan gap. Buning bolasi va nazala mahma nazala abuhu degani dadasi qanchalik tuvan bo'lishini qat'iy nazar tushib ketishdan qat'iy nazar, ya'ni ibn axli ab bo'lsa bu o'g'il qarindoshning o'g'li bo'ldi. O'g'ilning o'g'li emasdan. Bo'lsa ibn axli ab bo'lsin bo'ladi. Lekin axli deganda axli bilan uxutli umninki bolalari buni qator yo'q. Shunga diqqat qilish kerak. Am shaqiq mahma ala, ibn am shaqiq mahma nazal, al am li ab mahma ala, ibnul am li ab mahma nazal. Am li ab degani dada taraf tog'asi degan gap. Am shaqiq degani dadasi onasi bir bo'lgan tog'asi degan gap. Yani hem dada taraf tutuşadigan, hem ana taraf tutuşadigan tog'asi. Yani dadasining ana taraf bir, dadasi bir, onasi bir, ax shaqiq, dadasining ax shaqiq bo'lgan akasi yoki inisi degan gap. Zavj yo'lchi, al mu'atiq qulluqdan ozod qilgan kishi. Adan ayollardan desa, qizining qizi mahma nazal, al onasi, ummul mahma alat, onasining onasi bo'lsin bo'laverdi degan gap. Mahma alat degani. Va al ummul hamda ummul ab, dadasining onasi. Ummul ab bo'lsin bo'ldi. Uxti shaqiq, uxtli ab, uxtli zavja mu'atiqa. Bir ayol kishi qul ozod qilgan bo'lsa, u qul o'lib ketsa, uning boshqa mirosxo'rlar bo'lmasa, uning mirosiga shu ozod qilgan xo'jayini ahliq degan gap. Nima shuni yodlab bilish kerak.